Assalomu alaykum. Mamirxon TV yana efirda. Bugungi ko'rsatuvimizning qahramonlari Otabek va Kumush, ularning o'rtasiga chaqirtikanak bo'lib tushgan yana bir kimsa bor. Aynan o'sha chaqirtikanak bo'lib tushgan kimsa tufayli Otabek va Kumush o'rtasida nerazumeniya bo'lib qolgan. Ularni yarashtirishga harakat qilamiz. So'z navbatini Kumushga beramiz. Kumush, nima deysiz? Mana shu bo'lib o'tgan ishlardan so'ng siz Otabekka murojaat qilishingiz mumkin. Otabek sizni eshitmoqda. Marhamat. Otabek, men sizni yaxshi ko'raman. Sizsiz yasha olmayman. Bilaman, mendan xafasiz. Hammasini esdan chiqarib, boshdan boshlaylik. Otabek, mana Kumush uzr so'rayapti. Balki uzrini qabul qilarsiz. Nima deysiz? Shunchalik sinab qon yig'latib kimdir tashlab ketadi, o'shanda meni qadrimga yetasan. O'shanda tomog'ingdan bir haftalab hech narsa o'tmagan payt, o'shanda meni qadrimga yetasan. Zamonamiz Otabeklari, zamonamiz Kumushlarini ko'rib turibsiz. Lekin mana shu Otabek va Kumushning bir-biriga bo'lgan munosabati yomonlashishiga sababchi bo'lgan inson u ham shu yerda, u ham Kumushni yaxshi ko'radi. Nima deysiz endi, siz ham bir narsa deng. Qayerim og'riyapti bilmadimi? Lekin qattiq og'riyapti.